Amir Temur 500 ta askari bilan bir kunda 3 ta qo'shinni yengadi shu kuni. Va Temur noto'g'ri qarorga keldi deb o'ylayman. Albatta ustoz, Endi ham Temur mana qarang 600 ta askar bilan 5000 dan ortiq bo'lgan dushmanga qarshi chiqyapti. Agar Temur qo'shinlari Buxoro yonidagi qarovulnaslardan g'olib chiqqanda edi, nima uchun u Buxoroni egallamasdan qaytmoqda? Shuning uchun ham ularni askarlar hatto savdogarlarni moli bo'lsa ham tortib olishga harakat qildi, lekin Temur unga qarshi chiqyapti. Yo'q. O'zbek adabiy tiliga asos solinganligi, ya'ni o'sha Chig'atoy tili nomi bilan atalgan u paytda o'zbek. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bizning Professor Bahriddin Usmonov nomli Telegram kanalimiz hakerlar hujumiga uchraganligi sababli o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Biz yangi Telegram kanal ochib, unga barcha ma'lumotlarni ko'chirib o'tkazishga erishdik. Endi siz ham eski Telegram kanalni tark etib, yangi kanalda bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasiz degan umiddamiz. Hozir quyida yangi Telegram kanalining manzili ko'rsatiladi. Siz ushbu Telegram kanalga ko'chib o'tib, ushbu videoni kengroq tarqalishi uchun ko'proq layklar, izohlar bilan bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Va ushbu videoni maksimal tarqatishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli mushtariylar. Farg'ona davlat universiteti O'zbekiston tarix kafedrasi Bahriddin Ahmedovich Usmonov YouTube kanallariga xush kelibsizlar. Ustoz bilan yana mana shu Amir Temur Sohibqiron hazratlarini tarixiga bag'ishlangan turkum ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Eslaringizda bo'lsa, avvalgi ko'rsatuvlarimizda 1366-yil voqealari bilan, ya'niki Amir Temurning bevosita yana bir bor Moxonga qaytishi va kelajakdagi rejalar tuzilishi masalasi 66-yilning qishini Moxonda o'tkazgandan so'ng 1367-yilgacha bo'lgan voqealar bilan ustoz bilan suhbatlashgan edik. Endi 1367-yilning avvaliga kelib shunday holat kuzatilindiki, Movarounnahrning Buxoro, xususan undan tashqari Qashqadaryo o'lkasi butunlay Amir Husaynning albatta nazorati ostida, ya'ni uning qo'l ostida bo'lgan bek va amirlar to'liq nazoratiga o'tgan holat edi. Shu tufayli ham Amir Temur 1367-yilning avvalida dastlab Buxorodagi, xususan Qashqadaryo vohasidagi siyosiy holatni bir qator sinchiklab o'rganish maqsadida 1367-yilda Amudaryodan ketishga yana bir bor qaror qildi. Bu paytda Amudaryo bo'ylaridagi bir nechta qishloqlarni boshqaruvi Amir Husayn tomonidan avvallari Amir Temurning xizmatida bo'lgan Bekishohga topshirilgandi ustoz. Va mana shu Bekishoh Amudaryo bo'yida Moxonda turgan Amir Temur hamda Movarounnahdagi bir nechta beklarni o'zaro birlashuviga ham qarshilik qilayotgandi. Shu tufayli ham Amir Temurning birinchi oldida turgan asosiy vazifalaridan biri mana shu muammoni hal etish va albatta Buxorodagi ana shu qorovulnaslarning siyosiy holatini o'rganish uchun ham 1367-yilda ustoz 600 kishilik o'sha kichik bir o'zini qo'shini bilan Amudaryoni ketishni albatta bel bog'ladi ustoz. Endi shu yerda nima uchun aynan Amir Temur birinchi navbatda o'sha Bekishohga hujum qilishga harakat qildi? Bu yerda aytishimiz kerakki, demak, ko'ryapmiz Amir Temur qo'shinlari endi oz sonli bo'lsa ham Buxoro Amudaryodan o'tdi va ko'p o'tmasdan orqaga qaytdi. Shuning uchun ham bu yurishdan ko'zlangan maqsad Movarounnahrga qaytish deb o'ylamayman. Bu yurishdan ko'zlangan maqsad Bekishoh tomonidan Amir Temur tarafdorlarini hozir aytib o'tganingizdek Movarounnahrni tark etib, Moxonda turgan Amir Temur huzuriga o'tishiga qarshilik qilayotgan, yo'lda qorovullik qilayotgan, o'tayotgan kishilarni ushlab ortga qaytarayotgan yoki hibsga olayotgan Bekishohni yo'qotish edi. Ya'ni Bekishoh aynan shu Amir Temurning Movarounnahr bilan yashirincha olib borayotgan aloqalarini to'sib qo'yayotgan. Shuning uchun bo'lsa kerak Amir Temur, demak, bu yerda
demak Amudaryodan kechib o'tdi va dastlab Bekishohga hujum qildi, Bekishohni asir oldi. Shundan keyin qolgan kuchlar bilan Buxoroga qarab yurdi va Buxoro endi manbalarda aytilyaptiki, Buxoro yonidagi bo'lgan jangda Temur qo'shinlari g'alaba qozondi, keyin Temur yana Moxonga qaytdi deyapti. Agar Temur qo'shinlari Buxoro yonidagi Qarovunaslardan g'olib chiqqanda edi, nima uchun u Buxoroni egallamasdan qaytib ketadi? Demak, bu yerda Qarovunaslarning kichik bir qo'shini bilan jang bo'lgan. Demak, Temur bu yerda siz aytganingizdek razvedka ishlarini olib borgan, ya'ni Qarovunaslarning holatini o'rgangan, qolaversa o'sha o'zining asosiy maqsadi yo'lda qorovullik qilayotgan Bekishohning kuchlarini yo'qotgan va yana ortga Moxonga qaytishga qaror qilgan. Chunki hali uni Moxonda qiladigan ishlari bor edi. Albatta ustoz, mana shu masala bo'yicha yana sizga savol bilan yuzlanadigan bo'lsam, hozirgi ma'lumotingizdan kelib chiqib, mana shu Amir Temurni Movarounnahrga qaytishini yana bir sababi sifatida ko'rishimiz mumkinki, ya'ni zudlik bilan qaytishini asosiy sabab sifatida balkim mana shu mahalliy amir va beklar Amir Husaynni xizmatiga o'tib ketishidan ham xavfsiragan bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun bahor kelishi bilanoq zudlik bilan mana shu masalani, ya'ni o'zini eslatib qo'yish, o'zini hali hamon siyosiy o'yinlarda mavjudligini uning tarafdorida bo'lishi mumkin bo'lgan insonlarga balkim bir qator bir haligi ovozasini chiqarish maqsadida ham kelgan bo'lishi mumkinmi deymanda. Albatta bu ham bo'lishi mumkin. Lekin meni fikrim shundan iboratki, agar misol uchun to'g'ri Amir Temur askarlari ko'p emas, u katta bir kompaniyani balki o'ylay olmas, lekin uning aynan shu Amudaryodan kechib o'tib uzoq Movarounnahr ichkarisiga kirib bormasdan yana ortga qaytganligi, bu demak bundan ko'zlangan asosiy maqsad Movarounnahrga qaytish emas. Demak, Movarounnahr bilan aloqa yo'llarini saqlab qolish va o'ylaymanki, balki o'sha siz aytganingizdek o'zini Movarounnahrdagilarga eslatib qo'yish ham bo'layotgan bo'lishi mumkin va u avvalo uni oldida turgan muhim vazifa nima edi? U mana bir necha yildan beri Moxonda turibdi, lekin Moxon xavfsiz joy emas. Sababi Moxon o'sha bebosh turkmanlar bilan qo'shni bo'lgan joy. Bu yerdagi turkmanlar Hirot hokimini ham tan olmaydi. Bular Qalot o'sha yerda Qalot degan hudud bor, Joni Qurboniylar, o'sha Joni Qurboniylarga qo'shni bo'lgan turkmanlar, hatto ba'zi turkman qabilalari Joni Qurboniylarni ham tan olmaydi-da. Mana shunday sharoitda Amir Temur Movarounnahrning ichkarisiga katta yurish boshlash oldidan demak Moxondagi o'zini kuchlarini xavfsizligini, ya'ni o'zi Moxondan ketganda bu yerda qolayotgan oilasi, o'zi bilan birga Movarounnahr ketayotgan demak bek va amirlarni oilalari, ular ya'ni qisqa qilib aytganda o'g'riqni xavfsizligini ta'minlash kerak edi. Mana shu masalani hal qilmasdan turib Amir Temur Movarounnahrga uzoq muddatli harbiy kampaniyani o'ylay olmas edi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu boyagi masalada haqiqatan ham ikkita maqsad bo'lishi mumkin. Birinchisi o'sha aloqa yo'llarini uzib qo'ygan Bekishohni yo'qotish, yashirin aloqa yo'llarini tiklab qolish, razvedka hamda o'zini demak Movarounnahdagi tarafdorlarga hali ham kurash olib borayotganligini eslatmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta ustoz, va shundan kelib chiqqan holatda endi navbatdagi rejalar tuzildi Amir Temur tomonidan. Barlos, mana shu paytda Barloslarning qabilaning yetakchilaridan biri, u ham o'zini qaynotasi Jakubek boshchiligida bir nechta amir va beklarni yuqorida siz ta'kidlaganingizdek Moxondagi oilani xavfsizligi nuqtai nazaridan Hirot hokimi Malik Husaynning oldiga diplomatik munosabatlarni o'rnatish yuborilyapti. Darhaqiqat mana sizning fikrlaringizdan kelib chiqib shuni aytishimiz ham mumkinki, turkman qabilalarining beboshligi tufayli ham tanlanayotgan uchrashuv mavzesi Hirot tanlanmadi Amir Temur tomonidan, hamda hozir mana yuqorida fikringizdan kelib chiqib Sarax belgilanyapti. Va dastavval mana o'sha Jakubek boshchiligida amir va beklar Amir Temurni bevosita taklifini yetkazish uchun Hirot hokimining huzuriga borilyapti. Va albatta Hirot hokimi buni yuksak iltifot bilan mazkur munosabatlarni kutib olinyapti. Lekin Amir Temur endi albatta o'zi bu Jakubek qaytib kelgandan so'ng bu masalani, ya'ni u yerda bo'lgan uchrashuvdagi fikrlarni Amir Temurga bildirgandan so'ng o'zi bormayapti-da, o'sha mana shu turkmanlarni eskidan tanish bo'lgan do'stlari desak ham bo'ladi, Muborakshoh Sanjariy bilan Jahongir Mirzani o'zini to'ng'ich farzandini yuborishni lozim topdi.
Endi mana shu masalada endi hop albatta barchamizni qiziqtirgan, nima uchun o'zi shaxsan bormayapti mana shu uchrashuvga. Bu haqida albatta tinglovchilarimizni qiziqishi uyg'otish tabiiyda. O'zi asli menimcha bu yerda bir masalani haqiqatan ham e'tibor qaratish kerak. Demak, Amir Temur Moronnaharga ketishdan avval bu safar o'zini janub tomondan o'zini xavfsizligini choralarini ko'rmoqchi bo'lyapti. Nima uchun avval bu ish qilinmadi? Misol uchun Amir Temurning Moronnaharga bu hisobda aytadigan bo'lsak, kelajakdagi yurishi 3-qaytishi bo'ladi. Nimaga oldingi safar 2 safar Moronnaharga o'sha Turkman tomonga o'tib Moronnaharga qaytgan vaqtda bu masalani ko'rmadi? Meni fikrimcha Balxda Solisaroyda yashayotgan Amir Husaynning mana bu Hirot demak manbalarda Malik Husayn Kurt bilan aloqalari nisbatan yaxshilanib borayotgan bo'lishi mumkin. Demak, bu aloqalarni yaxshilanib borayotganligi Amir Temurda xavf tug'diryaptiki, aynan Mohon Malik Kurt bilan chegaradosh joy hamda aslida Malik Kurtga qarashli bo'lgan joylardan bittasida endi. Shu sababdan aytamizki, Mohonda turgan Amir Temur demak aytmoqchiki, Malik Husayn bilan munosabatlar o'rnatib, zarur bo'lsa Malik Husaynni yo neytrallashtirish kerak yoki undan yordam olish kerak. Va shuni evaziga u o'zini oilasini xavfsizligini demak Malik Kurt tomonidan ta'minlanishini istayapti. Avvallari bunday bo'lmaganligini asosiy sababi o'sha avvallari Malik Kurt bilan Amir Husaynning dushmanligi albatta ular qo'shni bo'lgan va yuqori bo'lgan. Chunki Balxda turgan hokimlar asosan Hirot tomonga bosqinchilik yurishlar qilib turgan. Buni Amir Qazag'indan ham bilamiz. Bobosi ham. Demak, aynan shu siyosatni Amir Husayn davom ettiradigan bo'lsa, bu Malik Husaynga yoqmagan. Endi Amir Temur yana bir narsani o'ylagan bo'lishi mumkin. Agar Malik Husayn bilan munosabatlarni o'rnatib, u bilan yaqinlashsa, Malik Husayndan yordam olishga yoki uning xayrixohligiga erishishga harakat qilsa, bu Amir Husaynga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni Amir Husayn albatta Amir Temur bilan munosabatlarda yana bir karra o'ylab ko'rishi mumkin. Chunki Amir Husaynga yordam berishi mumkin bo'lgan, Amir Temurga yordam berishi mumkin bo'lgan Malik Husayn ham paydo bo'ladi. Shu maqsadda Amir Temur Malik Husayn bilan aloqalar o'rnatishga harakat qildi, lekin maqsadiga yeta olmadi. Malik Husayn Kurt ham juda ham bir diplomatik jihatdan chiroyli javoblar bergan bo'lsa kerakki, bunda na yo'q borda. Xavf bor baribir. Shunday chegarani saqlab qoldi va natijada Amir Temur o'zini oilasini, jumladan o'g'li Mirzo Jahongirni Muborak Shoh Sanjariy bilan birgalikda Malik Husayn tomonga jo'natyapti. Ya'ni bu bilan o'g'lini aslida garovga jo'natyapti. Va buning evaziga Mohonning xavfsizligini saqlab qolyapti. Ya'ni bu bilan aytmoqchiki, bizning Mohonda turishimiz sizga hech qanday xavf-xatar tug'dirmasin. Amir Husayn Temur Mohonda turibdi, u sizga yurish qiladi deb sizni chalg'itmasin. Mana men o'zimni amirlarimdan Muborak Shoh Sanjariyni, aslida Muborak Shoh Sanjariy bu avvaldan shu menimcha turkmanlardan bo'lishi kerak. 1362-yilda Amir Temurga yordam bergandi bular o'zi. O'sha yerda menimcha bu turkmanlardan bo'lishi kerak. Aynan o'sha Mohon atroflarida katta ta'sirga ega bo'lgan bo'lishi mumkin bu. Shu Muborak Shoh Sanjariyni Jahonshoh bilan birgalikda Amir Husaynni mana bu Malik Husayn Kurtni, ya'ni Hirot hokimining qo'liga jo'natish orqali u Hirot hokimini tinchlantirmoqchi. Ya'ni men Temur sizga hech qanday yomonligim yo'q, sizga qarshi chiqmayman, aksincha sizdan yordam olmoqchiman degan fikrni bermoqchi. Bu yerda albatta Malik Husayn yutyapti. Birinchidan, u Amir Temurga yordam berib, Amir Husaynni jahlini chiqarayotgani yo'q. Ikkinchidan, mana bu Amir Temurning o'g'lini o'z huzurida saqlash, go'yoki ularni Amir Husayndan himoya qilish maqsadida o'z qo'lida tutib turish orqali ham Temurning o'ziga qarshi chiqishini oldini olyapti.
hamda Husaynga mana Temurning ugrug'i meni qo'limda. Agar munosabatlarimiz yomonlashadigan bo'lsa, men Temurga yordam berib, senga qarshi chiqishim, undan foydalanishim mumkin degan bir aytaylikki, pozitsiyani egallayapti. Har holda bu yerda Amir Temur o'zi xohlaganchalik yordam ola olmagan bo'lsa ham, lekin Mahonning xavfsizligini va o'zining oilasining xavfsizligini ta'minlayapti. Shu yerda e'tibor berishimiz kerak. Bo'lishi mumkin-da, Amir Temur Mo'g'ulnahriga ketgan paytda Husayn Baxtdan Mahonga qo'shin jo'natib, uni oilasiga hujum qilishi ham mumkin. Shuni oldini olyapti. Va bu masala hal bo'lgandan keyin ana nihoyat Amir Temur Mo'g'ulnahrga navbatdagi yurishni boshlashga qaror qildi. 1300 endi mana shu 67-yilning avvalida mana shu, ya'niki Mahondagi oila xavfsizligi ta'minlangandan so'ng endi Amir Temur bevosita o'zini o'sha 600 kishilik qo'shini bilan Mo'g'ulnahrda asosiy mana shu egallashi zarur deb bilgan Qashqadaryo vohasiga kirishni o'ziga bois deb topdi. Endi bilamizki, Amir Temurning bu xatti-harakatlaridan endi o'ylashimcha albatta Amir Husayn boshchiligida bir necha beklar xabardor. Shuning uchun turli xil nuqtalarga, hali zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, harbiylar tilida minalar qo'yib tashlangan bo'lsa to'g'riroq bo'lar. Faqat minalar endi kichik bir guruhlar boshchiligida bo'lyapti va qizig'i mana shu Amir Temur birin-ketin bularni albatta yengish kerak bo'ladi. Ya'ni kechga yetib kelgunga qadar va o'rtada yana bir yirik asosiy muammolardan biri, ya'ni asosiy shu Amir Musoni odamlar bilan to'qnashishdan avvalgi kichik bir muammolar kuzatildiki, Amir Temurning qo'shinida sekin-sekin ayrim bir beklar ajralib chiqishni boshlay boshladi. Misol uchun Mo'g'ulnahriga kirgandan keyin bularning yetakchi qabilalardan biri shu Yasavriylarda shu kuzatildi. Bu ham albatta o'zi unchalik salmog'i katta bo'lmagan qo'shin va endilikda Amir Temurning ustoz navbatdagi mana shu muammolarni bartaraf etish borligida va yo'l-yo'lakay eng yomoni yana Jakubek ham kasallanib qolyapti. Uni ham qaytib ketyapti ustoz. Haqiqatan Amir Temur mana shu vaqtda biroz muammoga duch keladi, chunki Amir Temur atigi 600 kishi bilan, lekin bu endi Amir Temurga juda sodiq bo'lgan, saralangan qo'shinlar bo'lgan. Keyin manbalarda aytiladi, ularning tarkibida Xorasonliklar ham bo'lgan. Demak, umuman shu Mo'g'ulnahr Xorason hududlaridan Amir Temur huzuriga to'plangan, saralangan, Amir Temurga xizmat qiladigan ishonchli yigitlar bo'lgan. Bular 600 kishi. Va shu 600 kishi bilan Amir Temur demak Amudaryodan o'tyapti va o'tib o'sha manbada aytilgandek Jo'ybar orqali dastlab G'uzorga yetib kelyapti. Demak, bu Jo'ybar orqali G'uzorga kelinayotganidan ko'rinadiki, bu demak Buxoro yaqinidagi Jo'ybar emas, demak ancha janubroqda joylashgan hududda ham demak Jo'ybar nomli joy bo'lgan ekanda, endi manzilgoh bo'lgan ekan. Va G'uzordan keyin kelib bular Qarshini qamalga olyapti. Qarshida bu vaqtda Amir Musaga tegishli bir necha askarlar bor edi, bir necha harbiy qismlar bor edi. Temur bularni tezda egalladi va bulardan Atonchuk, Kudax, Davudshoh degan 3 ta amir qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Har holda Amir Temur demak Jo'ybarni egalladi, G'uzorni egalladi, Qarshini egalladi. Birin-ketin 600 kishi bilan bo'lsa-da o'zini maqsadiga yetib kelyapti. Mana shu yerda Amir Temurning shaxsiyatini ochib beruvchi yana bir qiziq voqea sodir bo'ladi. Durraka va Shayx Ali Bahodir degan Amir Temur beklari katta o'ljalar olib kelishadi. Amir Temur o'ljalarni ko'zdan kechirganda bular savdogarlarga tegishli mollar ekanligini tushunadi. Chunki o'ljalar tarkibi uni savdogarlar qo'lida demak olib sotish uchun mo'ljallangan mahsulot ekanligi ko'rinib turardi. Va Temur shunda o'zini o'sha Durraka bilan Shayx Ali Bahodir tomonidan olib kelgan o'ljalarni yig'ib, ularni demak qaytarib savdogarlarni o'ziga topshirishni buyuradi. Ya'ni Temur bu voqea shunday vaqtda sodir bo'lyaptiki, Temur qo'shinlari Turkman cho'llaridagi sargardonlikdan keyin Mo'g'ulnahrga qaytib kelyapti. Ularga o'lja, g'animat juda zarur. Shuning uchun ham ularni askarlari hatto savdogarlarni moli bo'lsa ham tortib olishga harakat qildi. Lekin Temur bunga qarshi chiqyapti. Yo'q. Temur aytayaptiki, jangda qo'lga kiritilgan o'lja boshqa narsa. Lekin himoyasiz savdogarlarning mol-mulkini tortib olish bu Amir Temurga va uning askarlariga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham bularni qaytarib beryapti va bu bilan Amir Temur aslida Mo'g'ulnahr savdogarlari orasida, hunarmandlar orasida o'zini katta bir tarafdorlarni topishga intilayotganligini ham ko'rishimiz mumkin.
ana endi shundan keyin Amir Temur e, yana bir hali Qarshi vohasi to'liq qo'lga kirmagan shu vaqtda Qorovnaslarni 5000 kishilik qo'shini Qo'zimundoq degan joyda turgan edi. Bu o'sha haligi bu ham Qashqadaryodagi hudud hamda mana bu Qarshidan omon chiqqan amirlar ham o'sha Qo'zimundoqqa borib qo'shilgan edi. Temur demak Navkat orqali shu tomonga qarab yuradi va Qo'zimundoq shu tomonga qarab yuradi. Bu vaqtda Qo'zimundoqda joylashgan Qorovnas qo'shini ham Temurga qarshi yurib keladi. Va shu yerda ana endi siz aytgan ikkilanish sodir bo'ladi. Ya'ni dushman juda ko'p sonli, Temurda bo'lsa bir 600 ta askar bor, dushman esa 5000 dan ortiq. Mana shunday sharoitda mana yassaviylardan Alibek degani jang qilmasdan boshqa variantlarni o'ylash kerak degan fikrni bildiradi. Lekin Alibek jang maydonida qoladi, ketib qolmaydi, faqat unga tegishli bo'lgan mol-mulklar xavfsiz joyga yetkaziladi. Ya'ni Alibekni ko'chiriladi bu yerdan. Ya'ni qo'shinni ichidan ko'chiriladi. Ya'ni boya biz aytdik-ku, bular mana shu dastlab Jo'ybarda, G'uzorda, Qarshida Qorovnaslarni mag'lubiyatga uchratganda shu askarlarga tegishli bo'lgan ma'lum bir o'ljalarga ega bo'lganda, mana shu o'ljalar xavfsiz joyga yetkaziladi. Ya'ni Temur shu bilan har holda o'zining askarlarini ko'nglini bir xotirjam qilmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Va shu yerda keyin Temur qo'shinni demak yasol tartibda safga tizadi va qo'shindagi ikkilanish borligini sezganlik uchun bo'lsa kerak, qo'shin oldin nutq so'zlaydi. Bu nutqlardan biri shuki, bugun erlarning kuni turur, mardona bo'ling degan mazmunda nutq so'zlaydi. Amir Temurning o'sha tarixiy manbalarga kirib qolgan mashhur so'zlaridan biri bugun erlarning kuni turur, mardona bo'ling degan so'z bilan o'zini nutqini yakunlaydi. Va Amir Temurning o'z askarlari, ya'ni amirlarning sadoqatdan cho'chiyotganini shunda ham ko'rish mumkinki, Temur asosiy qo'shinni yasol qilib, demak, jangovar tartibga tuzgandan keyin uni oldiga qorovul qo'yadi va o'zini qorovullarga boshliq qilib qo'yadi. Ya'ni o'zi asosiy qo'shin bilan turmaydi, qorovulda turadi. Bundan ko'zlangan maqsad shu ediki, jangga birinchi bo'lib qorovul kiradi. Qorovulning mag'lubiyati bahona bo'liboq asosiy qo'shin jang maydonini tashlab ketib qolishi mumkin. Ya'ni mana bu Alibeklarda shu holat sezilyapti-da. Shuning uchun Amir Temur o'zining askarlarini o'zi qorovullar safida turadi. Birinchi bo'lib jangga kirib, dushmanni chekintirmoqchi bo'ladi. Lekin Amir Temurning cho'chiganicha bor ekan, dastlab Mavlona Badriddin degan amir o'zini o'g'illari bilan, demak bu taslim amir bo'lsa ham, demak o'qimishli, shu bir ziyoli kishi sifatida shuhrat qozongan shekilli Mavlona Badriddin deb ataladi manbalarda. Bekorga Mavlona so'zi bu yerda kelmayapti. Demak, amirlar orasida ham o'qimishli kishilar bo'lganda, endi u o'zining o'g'li bilan qochib ketadi va Alibek ham qochib ketadi. Lekin shunda Temur Qorovuldagi harbiy qismlar bilan Qorovnaslar ustiga hujum qiladi. Va Temurning hujumga o'tganini ko'rib, qolgan asosiy qism ham hujumga o'tadi. Bu yerda juda oshiqcha jang bo'lmaydi. Chunki baribir Qorovnaslar tarkibida Temurning shoni shuhratidan, uning yengilmasligi to'g'risidagi rivoyatlardan juda cho'chish kuchli bo'lgan bo'lsa kerak. Bunday deyotganning sababi mana qaraylik. 1366-yildan beri boshlangan o'zaro urushlarda Temur ko'p marta juda oz sonli askar bilan ko'p sonli Qorovnaslarni mag'lubiyatga uchratyapti-da. Bu yerda ham Temur mana qarang 600 ta askar bilan 5000 dan ortiq bo'lgan dushmanga qarshi chiqyapti va deyarli jang bo'lmayapti. Temur dushman qorovulni yengyapti. Uni ko'rib Temurning qolgan askarlari hujumga o'tyapti va Qorovnaslar o'z-o'zidan tarqab ketyapti. Demak, bu o'sha Temurning shon shuhrati bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak. Shundan keyin Temurning ishlari ancha yurishib ketdi. Temur to'g'ri borib Keshni egalladi. Shundan keyin Temur aytayapti, men Hisorga boraman. Hisorni egallab, chunki Qorovnaslar Hisorga qarab qochdi. Hisorga boraman. Hisorni egallaganimdan keyin aytayaptiki, Amir Husaynning ustiga yurish qilaman. Va mana shu yerda Temurning erki qo'lida emasligi ma'lum bo'lib qoldi va Temur noto'g'ri qarorga keldi deb o'ylayman. Albatta ustoz, mana shu 5000 kishilik ga qarshi bo'lgan o'sha 3 ga bo'lib 3 to'p deyiladi manbalarda. Men o'ylaymanki, o'sha birinchi raqibni asosiy qismi qochgandan keyin tabiiyki qolgani ham bular qochyapti-yu deb jangga kirmaydi, qochib ketadi orqaga va shunda endi Amir Temurning mana shu yuqorida siz aytganingizdek g'alabasidan keyin Hisorga borish rejalariga atrofdagi bek va amirlar
qarshi chiqyapti. Bu va endi haqiqatdan hali mana mutlaq boshqaruvda yoki yetakchilik qo'lida emasligi shu yerda bilinib qolyaptida va endi ortga, ya'niki markaziy shaharlarni egallashga e'tibor qarash zarurligi unga ta'kidlanyapti. Bu albatta Samarqand bilan bog'liq va menga eng qizig'i bo'lgan joyi mana shu Hisorga borish rejasini to'xtatilishi yoki undan keyingi Sulton Amir Husaynga qarshi rejani to'xtatilishini siz hozir bu Timur noto'g'ri qarorga keldi deyapsiz. Shu menimcha hozir barchaga qiziq. Bu agar davom ettirganda bu g'alabalar kafolatlanarmidi? Bilamizki 20 ming kishilik taxminan qo'shini bor edi. Shuni siz men agar to'g'ri tushungan holatda bo'lsa, buni hozir noto'g'ri bo'ldi, davom ettirish kerakmidi deb baholayapsizmi? Endi vaziyat shunday bo'lyaptiki, haqiqatan ham Amir Temur agar Hisorga qarab yurganda, qorovnaslar mana Qarshidan keyin kechni ham qo'l ushlab tura olmayapti. Ular Hisorga qarab chekinyapti. Temur Hisorga qarab borganda qorovnaslar endi asli mana ko'proq Amudaryo bo'ylaridanda Balx tomonda. Shuning uchun ular Temurni taqibidan qochib Balx tomonga chekinishi aniq edi. Temur Hisorni ham qo'lga kiritishda menimcha muammo bo'lmasdi. Chunki bu yerlarda Temurning tarafdorlari ko'p. Qashqadaryo, Hisor ham Qashqadaryoga qo'shni bo'lgan hududlar, Temurning tarafdorlari ko'p. Bu yerni egallash uncha muammo tug'dirmasdi. Va undan keyin ana endi Amir Husayn bilan janubda to'qnashishga har holda Amir Husayn bilan diplomatik munosabatlar, diplomatiya olib borishga imkon paydo bo'ladi. Chunki mana meni qo'limda Hisor turibdi, Qashqadaryo turibdi. Amir Husaynni mana bu Mo'g'ulnahrning shimoliy tomonidan uzib qo'yyapti va ma'lum darajada muzokara olib borib, har holda Amir Temur Husaynga nisbatan o'zining pozitsiyasini mustahkamlab olishi mumkin edi. Lekin u demak Amirlar aytdiki, yo'q, avval biz Samarqandga borishimiz kerak, Samarqandni qo'lga kiritishimiz kerak degan fikrni bildirdi. Nimaga bunday bo'ldi? Meni fikrimcha, Temur qo'shinlarining safidagi asosiy amirlar, shu 600 kishining ichidagi beklar, bu Qashqadaryo, Samarqand shu atroflardan bo'lgan Qashqadaryolik beklar o'zini oilasiga keldi, o'zini uy-joyiga keldi. Lekin bir necha yildan beri Samarqand atrofidagi beklar hali uy-joyini ko'rgani yo'qdi. Balki shu jihatdan ular o'zlarining mulklari bo'lgan hududlarga borishni, u yerlarni o'sha qorovnaslardan yoki Amir Husaynga xizmat qilayotganlardan qaytarib olishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Chunki ular yasavuriylar bo'lishi mumkin. Misol uchun qat'iy talab qilyapti-da ular. Manbada yozyapti-ku, hatto senlab gapiryapti. Bu bandalar maslahatni mundoq ko'rib tururlarki, Hisorga bormag'aysen. Samarqand sari borsak yaxshiroq bo'ladi. Ultimatum qo'yish. Ha, ultimatum qo'yilyapti-da. Demak, shundan men o'ylayapmanki, demak, o'sha Samarqand shu tomondagi beklarning talabi shu bo'lgan bo'lsa kerak, Temur shunga ko'nishga qaror qildi. Albatta, endi Amir Temur shu keshga 2 nafar o'zini, ya'ni mahalliy keshlik bo'lgan, adashmasam birini ismi Tag'ay Shoh Bahodir edi. Shularni bu yerga boshqaruvga qo'yib, endi shu keshdan shimolroqqa Samarqandga qarab yurishini davom ettiryapti-da. Va bu yerda o'sha Amir Husaynni nazoratini ostida bo'lgan bek va amirlar Samarqandni bevosita nazorat qilayotgandi va ular tayyorgarlik qila boshlayapti. Va Amir Temur birinchi bo'lib shaharni, Samarqand shahrining ichiga emas, tashqarisiga kelib joylashib, albatta bu endi o'rganishlar olib borilyapti, chunki u yerda ham anchagina kuchlar bor edi. Garchi adashmasam hisobga keltirilmagan bo'lsa ham, lekin Amir Temurdan soni ularning ko'pligi tabiiy edi bu jarayonda. Va endilikda birinchi navbatda Amir Temur mana shu to'qnashuvni oldindan bilgan holatda Oqbug'a Bahodir boshchiligida kichik bir guruhni jo'natyapti va Amir Husaynni o'sha boshqaruvdagi bo'lgan bu shaharni boshqarayotgan shaxs ham Uchqora Bahodir edi adashmasam, u ham shunday shaharni berkinmayapti-da, tashqarisiga chiqib kutib olib jang qilyapti. Demak, bundan tushunishimiz mumkinki, son albatta Amir Temurda ko'proq, Amir Temurga nisbatan ularda ko'proq edi, ustoz, to'g'rimi? Shu yerda men bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Qiziqarli ma'lumotlar va tarix manbalari uchrab turadi. Qarang, o'sha Navkat yaqinida bu qorovnaslarni mag'lubiyatga uchratdi. Qorovnaslar demak dastlab Keshga qarab, keyin Hisorga qarab qochdi. Ularni quvib ketish jarayonidagi mayda janglar bo'lyapti. Mana shu janglarda
Temurni askarlari O'ljaytu hamda bu boshqa O'ljaytu, bu mashhur Amir O'ljaytu emas, O'ljaytu aparti emas, bu boshqa O'ljaytu hamda Po'latni asir olishadi. Bular Amir Temurga oldin xizmat qilgan, uzoq vaqt Amir Temur bilan birga yurgan, keyinchalik demak endi xo'p Amir Temur bilan Amir Husayn o'rtasida nizo chiqqanda Amir Husayn tomonida bo'lgan beklar edi. Temur askarlari shu beklarni asir olib, ularni o'ldirishadi. Bu xabarni eshitgan Amir Temur juda qattiq xafa bo'ladi. Ya'ni o'zini sobiq do'stlari uchun garchi ular dushman safida jang qilayotgan bo'lsa-da, aynan ularning vafot etganligi, halok bo'lganligi Temurni juda demak qayg'uga soladi. Va Temur o'zini askarlaridan hatto xafa bo'ladiki, aynan mana shunday amirlarni qatl etilganligiga, balki ularni o'sha asir olib kelib, balki Temur bilan suhbatlashib, ularni Temur qaytadan Temurga xizmat qilishi mumkin. Har holda Temur o'zini do'stlarini, garchi Temurga dushman bo'lib ketgan, Temurga qarshi bir necha janglar olib borgan bo'lsalar-da, ularning vafot etganligidan Temur ancha qayg'uradi. Endi boyagi masalaga qaytadigan bo'lsak, Temur haqiqatan ham Hisorga yurmasdan Keshga qaytib kelgandan keyin bu yerdan qo'shin yig'adi. Va bu yerdan qo'shin yig'ib, qo'shinni bir qismini Keshda qoldiradi-da, qarang, Tarmochiq Uyg'ur, demak o'sha paytda Uyg'urlar butun Mo'g'ulnahr bo'ylab xizmatda bo'lgan ekan, endi yurgan ekan. Tarmochiq Uyg'ur bilan Tog'ay shohni Kesh viloyatiga dorig'a qilib qo'yadi. Bu yerga ikki kishini dorig'a qilib qo'yayotganligi shunday ko'rinadiki, Temur Amir Husaynni janubdan hujum qilib kelishi mumkinligini his qilyapti va bu yerga ikkita amirni qo'yish orqali, demak Temur qo'shinlari Samarqandda bo'lgan vaqtda Amir Husayn qo'shinlari kelsa qarshilik ko'rsatish uchun yetarli darajada kuch qoldiryapti. Mana shu ham bizga ko'rsatyaptiki, Temurning janubga qarab yurmaganligi uni qo'shin kuchlarini ikkiga bo'linishiga olib keldi. U majbur Amir Husaynning yo'lini to'sish uchun qo'shinni Keshda qoldiryapti, o'zi qolgan kuchlar bilan Samarqandga qarab boryapti. Samarqandda esa Amir Husaynga tegishli bo'lgan kuchlar bilan qolgan 3 qora bahodir bor edi. 3 qora bahodir albatta askarlarning soni Temurdan ko'p kam emas kerak. Siz aytganingizdek, shahar tashqarisiga chiqib jang qiladi va bu jangda Obrahmat yonidagi jangda mag'lubiyatga uchraydi. Demak, Samarqand yonida Obrahmat degan mavzeni bilamiz. O'sha mavzeda bo'lgan jangda mag'lubiyatga uchraydi. Lekin shunda ham Temur shahar ichiga boshqacha kirib bormaydi. Xo'p, ana shundan keyin ko'p o'tmasdan Temur Revtan degan mavzega kelib tushadi va shahardan 1,5 ming askar bilan 3 qora bahodir yana chiqadi. Temur yana jangga kiradi. Menimcha mana shu yerda Temur dushman hiylasiga uchgan. Chunki manbani sinchiklab qarasak, 3 qora bahodir o'z askarlariga shunday topshiriq bergan bo'lsa kerak. Shahardan tashqariga chiqib, shaharga kirmayotgan olib kirishga. Temurga hujum qilamiz. Temur nima uchun birinchi jangdan keyin shaharga kirmadi? Demak, Temur askarlarining soni shahar ko'chalarida, tor joyda jang qilishga kamlik qilgan bo'lsa kerak, kirmagan. Demak, u endi Reftanga o'tib oldi. Reftanda turganga hujum qilamiz va chekinamiz. Chekinganda shunday ko'chalarga chekinish kerakki, bu shahar ko'chalari haqiqatan yo juda tor, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ya'ni ot egallarini sindiradigan darajada tor bo'lmaydi-da. Demak, maxsus ko'chalar tayyorlab qo'yilgan, sun'iy to'siqlar tayyorlab qo'yilganki, otlar endi u yoqqa tor joyga dushmanni quvib kirgandan keyin oldindagilar to'xta degani bilan orqadagilar ko'p eshitmaydi-da, quvib kelyapti. Shaharda oldindagilarni bosib ichkari kirib ketadi. Va mana shu sharoitda Temur askarlarining aksariyati demak ot egalaridan ayriladi. Ya'ni endi ot egalaridan ayrildi degani o'zlari ham jarohat oladi. Chunki otni qanday qilib otni ustida o'tirgan, egarning ustida o'tirgan odamga jarohat etmaydi, egarga jarohat etadi. Egar ishdan chiqadi. Demak, manbalarda aytilyapti, aksariyat askarlarni deyapti, bu yerga kirib kelganda deyapti, egarlariga zarar yetdi deb aytishyapti. Mana manbalarda yozyapti. Demak, Temur mana shu yerda ma'lum darajada aytadiki, yo'qotishga uchradi. Endi baribir aytib o'tishimiz kerak-da buni ham. To'g'ri, manbalarda bu narsa
Sezilmaydi. yozilmaydi, lekin diqqat qilsa sezish mumkin. Diqqat qilsa sezish mumkin. Egalari sinib ketdi deyiladi-da. Otlarni. Ana endi yana xuddi shu vaqtda qarang, ustiga ust ahvol va qarangki, Tog'oyshoq qochib keladi va Kechga o'zi qo'yib aytadiki, kelgan. bizga to'satdan deydi Amir Husayn hujum qildi. Qarang, u yerga shu askarlarni qo'yib keldi. Demak, ular demak, razvedka ishlarini yaxshi olib bormagan. Temur ketgandan keyin hamma ishni o'z holiga tashlab qo'ygan bo'lsa kerak. To'satdan Husayn yetib kelib, hatto o'sha mana bu ikkinchi xo'p Tarmochiq Uyg'urni o'ldirishga ham erishadi. Bu yerdagi kuchlarni mag'lubiyatga uchratadi. Faqat mana bu Tog'oyshoq qolgan kuchlar bilan qochib Temurning oldiga keladi. Va shunda Temur og'ir vaziyatga tushib qoladi. Qayerga chekinish? Va shundan keyin o'zini askarlariga, ya'ni aytadiki, faqat shu 600 ta atrofidagi saralangan askarlarni olib qolib, kechdan yig'ilgan askarlarga uylarga ruxsat beradi. Nima uchun shunday bo'lyapti? Menimcha, kechdan yig'ilgan askarlar bular doimiy kasbi harbiy xizmat bo'lgan kishilar emas. Ular xalq orasidan, demak, Temurga yordam berish uchun ko'ngilli ravishda yig'ilgan xalq lashkari deb tushunishimiz kerak. Ularni o'zi bilan Temur uzoq vaqt olib yura olmaydi yoki ularni olib boshqa joyga chekina olmaydi. Chunki ularning oilalari, bola chaqalari hammasi demak kechda turibdi va ularni menimcha kasbi ham jangchi emasda. Shu sababli demak kechdan yig'ilgan lashkarga javob beriladi va Temur qolgan 600 ta askar bilan demak Sirdaryo tomonga chekinishga qaror qiladi. Shu o'rinda endi Amir Temur bunday noqulay vaziyat va endi chekinishga ham noqulay vaziyatga tushib qolyapti-da. Janubdan Siquvda Samarqandga kira olmayapti. Janubda o'zini oilasi tomon har safar chekingan Amudaryoni ortiga chekina olmaydi. Endi ortdan undan tashqari Amir Husayn shunday topshiriq berdiki, Temurni men shunday tushundimki, Amudaryodan yana chiqarib yubormasligimiz kerak. Ya'ni mana shu Mo'g'rinahrni chegarasida ushlash topshirig'i ham keldi. Temurni demak Amudaryo tomonga o'tkazmaslik, uni Sirdaryo tomonga qarab siqib borish kerak. Shu masalasi ham endi ko'tarildi va bu qandaydir bir ana shu taqdirmi deb o'ylayman. Xabarlar keldiki, Sirdaryo bo'yida Amir Temur najot topishi mumkin bo'lgan shaxslar paydo bo'la boshladi. Yani bu albatta ustoz. Endi bu yerda shunday vaziyat bo'lyaptiki, Amir Temur to'g'ri, Amir Temurni Samarqand atrofida ham qurshab olib asir olishlari mumkin edi, lekin Temur o'sha Amir Musa qo'shinlarini, demak, qorovul qo'shinlarini yengib o'tishga muvaffaq bo'ladi va demak bu yerda ham janglar bo'lgan. Janglarda g'olib chiqqandan keyin, albatta mayda janglar, yirik janglar emas, g'olib chiqqandan keyin u demak Sirdaryo tomonga chekinish imkoniyatiga ega bo'ladi va Sirdaryoni kechib o'tib Toshkent viloyatiga yetib keladi. Bu paytda Toshkent viloyati hududlari Xo'jand hokimi Bahrom Jaloyirning qo'l ostida edi. Bahrom Jaloyir demak Amir Husaynga dushman bo'lgan yana bir bek Amir Kayxusrav bilan birgalikda Mo'g'ulistonga ketgan. Lekin manbalarning aksariyatida u Bahrom Jaloyir o'zi borgan. Amir Kayxusrav alohida borgan bo'lishi mumkin. Har holda borilganda asosiy lider bu yerda Bahrom Jaloyir bo'lgan. Bahrom Jaloyir Mo'g'ulistonga borib, o'sha paytdagi endi tarixiy manbalarda u paytda Mo'g'ul xoni kimligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Bu paytda demak Ilyos Xo'ja, agar Ilyos Xo'ja taxtda bo'lganda xonning nomi Ilyos Xo'ja deb aytilardi. Sababi Ilyos Xo'ja tarixiy manbalarda avval borda. Manbalarda aytayapti, Bahrom Jaloyir xondan yorliq olib keldi. Qaysi xondan aytilmayapti. Shundan ko'rishimiz mumkinki, bu vaqtda Mo'g'ulistonda o'zaro urushlar davri bo'lgan. Demak, bir necha beklar bir necha xonlarni taxtga chiqarib, ular nomidan, qo'g'irchoq xonlar nomidan davlatni boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Mo'g'uliston ichki urushlar davrida bo'lgan. Shunda Bahrom Jaloyir aslida xondan emas, o'ziga o'xshash Mo'g'ul amirlarining biridan xon yorlig'ini olib kelgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun haligi mashhur xon bo'lmaganligi uchun xonning kimligi aytilmayapti manbalarda. Ularning o'zi ham siyosiy parokandadan iborat. Shunday. Va mana shu yorliqda aytilyaptiki, Toshkent va Sayram ham Bahrom Jaloyirga berilsin va Mo'g'rinahr beklari Bahrom Jaloyir huzurida yig'ilsin deyapti. Va Bahrom Jaloyirga 7000 kishilik Mo'g'ul qo'shinini qo'shib beryapti. Aynan 7000 kishilik Mo'g'ul qo'shini bilan birgalikda Bahrom Jaloyir Xo'jand viloyatiga Toshkent va Sayramni ham qo'shib olyapti. Va aynan Amir Temur bilan Xo'jandda emas, Toshkent viloyatida uchrashyapti. Va mana shu bu endi uchrashuv vaqti endi
bu vaqtda demak Bahrom Jalolirni demak ishlari taraqqiy etgan payt u demak qo'lida xonning yorlig'i o'zini Movarounnahr hokimidek his qiladi va Amir Temurni yetarlicha hurmat bilan kutib olmaydi. Unga yordam berish o'rniga aksincha unga qarashli bo'lgan zarxarid mulklarni ham tortib oladi. Ya'ni bu yerda zarxarid mulk degani endi har bir kishi endi o'sha vaqtda Amir Temur ham o'ziga xos nima edi hozirgi tilda aytganda biznes deymiz. Ya'ni iqtisodiyot bilan ham shug'ullangan ekanda, ya'ni harbiy ishlar bilan shug'ullanishdan bir qatorda o'zining ma'lum bir mablag'i bo'lsa, shu mablag'ni demak yurgizib ham turgan ekan. Aytayaptiki, zarxarid mulklar, ya'ni Amir Temur o'z puliga sotib olgan mulklar bo'lgan ekan Toshkent viloyatida. Mana shu mulklarni ham demak Amir Bahrom Jalolir musodara qildiradi, ya'ni o'zini ixtiyoriga o'tkazib oladi. Temurga yetarlicha hurmat ham ko'rsatmaydi va unga yordam ham bermaydi. Lekin shu yerda har holda Amir Temurni obro'yini oshiradigan bir ish bo'ladi. Amir Qayxisraf Temur bilan yaxshi munosabat o'rnatadi. Nima uchun? Chunki Amir Qayxisraf Bahrom Jalolirni huzurida ikkinchi darajali bo'lib qolyapti. Va Bahrom Jalolirni obro'siga rashk qilyapti. Chunki u Amir Qayxisraf kichkina amir emas. Amir Qayxisrafning ukasi Amir Qayqubot bo'lgan. Bu to'liq Temurga qarshi chiqqan ishlardan bittasi. Va Amir Husayn bilan ham hisob kitoblari bor. Yo'q. Amir Husaynga xiyonat qilib to'liq Temurxon tomoniga o'tib ketgan. Keyinchalik Amir Husayn tomonidan o'ldirilgan Qayqubot. Shuning uchun bular bir-biriga dushman. Bular demak Qayxisraflar Xuttilon viloyatida katta obro'ga ega bo'lgan oila vakillari-da. Shuning uchun u Bahrom Jalolirni bunday aytaylikki tamtamligini, ya'ni o'zini podshohlardek tutishini qabul qila olmayapti. Shu vaqtda u Amir Temur bilan yaqinlashishga qaror qiladi. Ya'ni Amir Temur bilan yaqinlashish har holda uni dardiga malham bo'lardi. Yaqinlashish bu Amir Temur uchun ham manfaatli edi. Ya'ni ikkita yetarlicha hurmat topmayotgan amir bir-biri bilan yaqinlashadi. Unda ham Qayxisrafda ham 1,5 mingdan oshiqroq Mo'g'ulistondan yordam kuchlari askari bor edi, to'g'ri. Endi Amir Qayxisraf o'sha vaqtda xo'p, aytaylikki Mo'g'ul xonini qiziga uylangan ekan. Yasun Temurxon adashmasam. Yasun Temurxonning qiziga uylangan ekan. Undan biz bir qiz ko'rgan ekan. Amir Temur o'sha qizni o'g'li Muhammad Jahongir Mirzoga so'raydi. Endi bu vaqtda u qiz 3-4 yosh bo'lsa kerak. Jahongir ham bu vaqtda endi hali balog'atga yetmagan. Ya'ni kelajakda to'y qilish uchun ular kelishib olishadi. Ya'ni bizni menimchalik hozirgi tilda aytganda qulog'ini ishlatib qo'yadi. Ha, shunday. Va ikkita ittifoq nikoh bilan mustahkamlanadi. Albatta va qizig'i mana shu Bahrom Jalolir bilan bo'lgan suhbatda Amir Temur avvaldan biz siz bilan reja qilganligini eslatib qo'yadi. Men o'zimcha bu harakatlarni amalga oshirmayapman. Esingda bo'lsa bizda ittifoq bor edi Amir Husaynga qarshi. To'g'ri, mana shu masalalarga va'dangda turmading, bir kun kelib huzurimga kelasan yana deb. Albatta, haqiqatda mana hozir keyingi suhbatlarimizda ko'ramiz, haqiqatda huzuriga keladi-da. Endi shu yerda eslatib o'tib ketaylik. Xo'p. Bu yerda shunday bo'ldiki, Amir Temur 1366-yili Amir Husayn bilan o'rtalarida nizo chiqqan vaqtda shu nizoni kuchaytirib, qo'llab-quvvatlab Husaynga qarshi Amir Temurni qarshi chiqishini rag'batlantirgan odamlardan bittasi Bahrom Jalolir edi. Bahrom Jalolir aynan Amir Temur tomonida turgandan keyin Amir Temur o'z pozitsiyasini mustahkamlash, bu Bahrom Jalolirning pozitsiyasini mustahkamlash bilan bir xil deb tushunadi va Bahrom Jalolirga aytadiki, Amir Husaynga qarshi chiqishimizdan avval Xo'jandga qo'shin yuboraylik, Xo'jandni sizga olib beraylik. Siz Xo'jand lashkarini yig'ib keling, birgalikda keyin Husaynga qarshi chiqamiz deb kelishishadi. Va Temur o'zini ikkita bekini, esingizda bo'lsa, bahodirlar edi. Abbos Bahodir bilan yana bir bahodirni berib Xo'jandga yuboradi. Bular Xo'jandga borgandan keyin Xo'janddagi Boyazid Jalolirni avlodlarini quvib chiqaradi va Xo'jandni va Xo'jand viloyatini to'liq egallaydi. Shundan keyin Bahromning fikri o'zgarib, qaytib kelmaydi va Temur yuborgan qo'shin va noumid o'zi qaytadi. Haligi ikkita bahodir qaytib keladi. Bu vaqtda Amir Temur Husaynga qarshi isyon ko'tarib bo'lib, u yo'lda edi. Ular yo'lda uchrashmoqchi edi-da Bahrom Jalolir bilan. Bahrom Jalolir qaytib kelmaydi, aksincha
Temur bilan Husayn o'rtasidagi nizoda betaraf turish va ularning nizolashayotgan paytida Mo'g'ulnahrning shimoli va sharqidagi hududlarni o'ziga bo'ysundirib olish o'zi uchun foydali ekanligini hisoblab betaraf turadi va Mo'g'ul xonlari bilan yaqinlashib, ularni yordami orqali Mo'g'ulnahrning shimoli va sharqida yirik bir mulkka ega bo'lishga harakat qiladi. Mana shu narsani Temur eslatadi shu yerda. Esingda bo'lsa, seni maslahating bilan shu ishni boshladik. Sen esa xiyonat qilib meni yolg'iz qoldirding dushman oldida. Va endi shuni boshlaganimizni hurmati yoningga yordam so'rab kelsam yordam bermayapsan. Allohdan umidim borki, bir kun meni qoshimda muntazir bo'lasan deb javob beradi. To'g'ri. Juda qiziq. Endi mana shu Amir Temur endi mana najot topdi. Bu Amir Kayxusrav. Endilikda ular Mo'g'ulnahrni bilib turishibdiki, janubdan yoki markazdan kelayotgan Amir Husaynga qarshi yurishga tayyorgarlik ko'rish kerak. Amir Husayn Amir Muso orqali ko'rsatma bergan. Ya'ni Amir Temur harakatlanishi mumkin bo'lgan halqa doirasi, halqasimon shakldagi hududlarga askarlar qo'yish masalasi bo'lyapti va undan oldin 67-yil adashmasam yakuniga ham yeta boshlayapti va qishlov masalasi ham endi Yo'q, hali qishlovda borda. borda. Qarang, mana bu Amir Temurni Samarqand oldida qo'ldan chiqarishdi-ku ular. Shunda Amir Husayn g'azablandi va yana 20 ming kishilik qo'shinni berib aytayaptiki, borasan Amir Temurni masalasini hal qilib kelasan deyapti. Lekin bularda baribir Amir Temurga nisbatan juda katta qo'rquv borda. Biz buni ataylab gapirayotganimiz yo'q. Manbalarda, tarixiy manbalarni bir nechalarida shu narsa yozilganda voqealarni ketma-ketligini o'zi ham shu qo'rquv borligini ko'rsatib turibdi. Misol uchun aytamiz, qarang. 20 ming kishilik qo'shin bilan Amir Muso dushmanga qarshi yurish kerak. Lekin ular qo'shinning asosiy qismini, demak bir taxminan 15,500 kishini o'zi bilan olib qolib, 30 qo'shin deyiladi. 4,5 ming kishini 3 ta guruhga bo'lyapti. Bitta 3,5 ming kishilik qo'shinni Robati Malikka joylayapti, lekin bu Robati Malik biz mashhur biladigan Robati Malik bu Navoiy viloyatida, Karmana yaqinida, Buxoro tomonda. Lekin bu yerda aytilayotgan Robati Malik bu emas. Demak, o'sha vaqtda Jizzax atroflarida, mana bu Sirdaryo atroflarida ham Robati Malik degan joy bo'lgan ekan. Balki sal dashroqdadir. O'sha tomonga Robati Malikka 3000 kishilik qo'shin jo'natyapti. Malik degan Malik Bahodirni qilib qo'yilyapti. 3000 kishilik qo'shin jo'natyapti. Keyin 1,5 ming kishilik qo'shinni Jahongir ismli o'sha amirlardan biriga Jahonshohmi degan ismi, o'shani rahbar qilib jo'natyapti va Xirmon degan bek boshchiligida 1000 kishilik qo'shinni 3 quduqqa jo'natyapti, 7 quduqqa jo'natyapti. Narigisini Muhammad Shohda boradigan joyi ham nomi bor edi. Xo'p, So'zan So'zangaronga. Ya'ni bu yerda aytilayotgan narsa shundan iboratki, Amir Temur to'satdan Amir Musoga hujum qilmasa kerak. Shuning uchun uni yo'llarini to'sib qo'yib, sekin asta oldinga siljib borishga harakat qilishyapti. Lekin Amir Temur shu yerda juda yaxshi. Bu Temur uchun juda yaxshi imkoniyat edi-da. Dushman o'zini oldindagi qismini 3 ga bo'lib qo'ydimi? Temurning qo'lida bo'lsa, Mo'g'ullardan kelgan 1,5 ming, o'zidagi 600 kishi bor. Demak, 2000 da atrofida askar bor. Shuncha askar bilan ularni har birini alohida tarmoq keltirishi mumkin. Shuning uchun Temur bundan juda yaxshi, demak, bunday 3 ga bo'lingandan quvonadi hamda aytaylikki, shunga qarshi o'zini taktikasini tuzib chiqadi. Qizig'i ishni 3000 kishilikni birinchi daf qilishdan boshlab, ana yuqorida. Lekin shu yerda yana bitta masala bor-da, Nodirbek. Haligi 1,5 ming Mo'g'ul aksariyat holda jangga kirmaydi. Va Temur asosan hamma ishni o'sha 500 kishilik askari bilan hal qiladi. Mana yuqorida aytganingizdek, Robati Malik masalasi mana ham dastavval hozir mana siz gapingizdan keyin albatta bu boshqa joy bo'lsa kerak deb tushundim. Chunki bugun Karmanada bo'lgan inson 3000 kishilik qo'shinni tunda ularni masalasi hal etib, bir kunda Jahonshohning oldiga yetib boryapti. Boyatcha adashibmiz. So'zangaronga Malik Bahodir 3000 kishi bilan borgan ekan, Robati Malikka Jahonshohdek 1,5 kishi bilan. Ya'ni demak bundan tushunishimiz mumkinki, orasi haqiqatda bu hududlar yaqinda, bu Karmanadagi o'sha tarixiy Robati Malik masligi hozirga aniq bo'lib qolgan. Shu yerda e'tibor qilaylik, Amir Temur
500 ta askari bilan bir kunda 3 ta qo'shinni yengadi shu kuni. Dastlab Jahonshohga hujum qiladi. 1,5 ming askari bo'lgan Jahonshohga hujum qiladi va Jahonshohga nisbatan Shabixun uradi. Shabixun degani tungi hujum. Hali tong otmasdan turib, tongga yaqin Jahonshohga hujum qiladi. Bu dushmanni kutmasdan, demak, tong uyqusida bo'lgan Jahonshoh qo'shinlari osonlik bilan tarmog'i ketiladi. Shundan keyin Xirmonga qarab yuradi, Jizzaxga boradi va Jizzaxga borib Xirmonni mag'lubiyatga uchratadi va hatto shu yerda aytish kerakki, Xirmondagi jang qisqa va shunday shiddatli bo'ladiki, dushman chekinishga ham ulgurmaydi va faqat qochadi. Ya'ni o'zini butun mol-mulkini, ya'ni o'zi bilan olib keladigan zaxira ot ulovi oziq-ovqatlarigacha tashlab qochadi. Demak, bu yerda dushman chekinmagan, qochishga to'g'ri kelgan. Va shu yerda Temur biroz dam olgandan keyin kunning ikkinchi yarmida ana endi Malikka qarshi, ya'ni So'zangoronga qarab boradi. Endi So'zangoronda anchagina boya aytdik 3000 kishilik qo'shin bor edi. Temurda atiga 500 ta askari bor. Endi yo'q, 500 ta emas, 200 kishi bilan boradi bu yerga. Uni ham bo'ladi. Ha, ana endi qarang, Temur shu yerda juda Temurni mana shu davr joylarda qo'llayotgan asosiy taktikasi nimaga asoslanyapti? Birinchisi, juda tezkorlik. Ikkinchisi, dushmanning ko'nglidagi vahimadan samarali foydalanish. Qarang, tez paydo bo'lib dushman qarshisida tez pozitsiyalarni o'zgartirish, bir joydan ikki joyga tez ko'chib o'tish hamda dushmanning qalbiga vahima solish, shu vahimadan to'g'ri foydalanish. Bu yerda ham qarang, aytaylikki 30 kishini oldinda jo'natyapti, qorovul qilib, 2 kishini o'ng qanotga jo'natyapti, 2 kishini chap qanotga jo'natyapti. Endi bu yerda manbada yozilyapti, menimcha o'sha 2 kishiga ham topshiriq bergan bo'lsa kerakki, vahima uyg'otish uchun o'shaligi faqat 2 kishi o'zi ketmagan, menimcha o'sha zahiradagi ot ulov, o'shalar bilan ketganki bir katta chang, g'ubor, chang paydo bo'lish kerak-da. Go'yoki bu tomondan ham qo'shin, bu tomondan ham qo'shin kelayotgandek bo'lish kerak. Va o'zi 166 kishi bilan 30 kishini orqasidan boradi. Orqasidan ham shunday masofa saqlaydiki, dushman 30 ta kishini yaqindan ko'rish kerak, uzoqdan ko'ringan 166 kishi dushmanga katta lashkar bo'lib ko'rinishi kerak. Va uning ustiga ikki qanotda ham yana ikkita kichik lashkar kelyapti. Demak, bu haqiqatan ham Malik qo'shinida vahima juda keladi. Bu yerda ham qarang, deyarli jang bo'lmaydi. Qorovullarni ko'rib, kelayotgan qo'shinni ko'rib, oldingi qismlar biroz jang qilishi bilan 3000 kishilik qo'shin qocha boshlaydi. Va ular qochib borib 15500 kishilik Amir Muso qo'shiniga va shunday vahimali xabarlar bilan boradiki, Amir Muso ham yo'ldan yana Samarqandga qaytishga majbur bo'ladi. Bu yerda yana bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Mana Temur bir kunda 3 ta dushman lashkarini yengdi. Ucharasida ham g'alaba qozondi. Lekin shu yerda bitta aytaylikki noqulay vaziyat paydo bo'ladi. Temur qo'shiniga orqasidan tayanch bo'lib turgan, garchi jangga kirmayotgan bo'lsa ham orqadan tayanch bo'lib turgan Mo'g'ul askarlari mahalliy aholini talon-taroj qila boshladi. Shu yerda bitta narsani aytish kerak. Xirmondagi jangdan keyin yoki adashmasam mana bu Xirmondagi jangdan keyin bo'lsa kerak, Xirmon bilan bo'lgan jangdan keyin yoki Jahonshoh bilan bo'lgan jangdan keyin tushgan o'ljalarning bir qismini jangga kirmagan bo'lsa ham Mo'g'ul beklariga Temur topshiradi. Ya'ni bu bilan ularga endi va'da berganda sizlarni o'lja bilan ta'minlayman deb. Ularga topshiradi. Shu bilan lekin shu berilgan o'ljaga ham qanoat qilmagan Mo'g'ullar mahalliy aholini talon-taroj qila boshlagandan keyin Temur bu o'ziga yordam berish kerak bo'lgan Mo'g'ullarga qarshi jangga kirishga va ulardan o'ljalarni tortib olib, ularni quvib yuborishga majbur bo'ladi. Albatta, Amir Kafsirov tomonidan maktub keladi. Mo'g'ullar mahalliy xalqni talayotganligi haqida endilikda mana shu yuqorisida aytayotgan harbiy hiylasini Mo'g'ullarni o'ziga qarshi ishlatishni, ya'ni Mo'g'ullarga ham qandaydir harbiy hiyla ishlab topish kerakligi rejasi tuziladi va adashmasam Jizzax tog'lari atrofida yuz beradi. Bir tog'larga topshiriq beradiki, shu bir 10 ta bo'lib
Ha, Xo'p, mo'g'ullarni vahima uyg'otish kerak edi. Ularga o'zini askarlariga 10talik guruhlarga bo'linib, tog'larning yuqori qismiga chiqishga buyruq beriladi. Manimcha u yerda nog'oralar va olovlar o'sha yoqilgan holatda bu yerdan anchagina qo'shin kelayotganini ko'rsatish, chunki ularda vahima uyg'otmasa ular ortga qaytib ketmaydi. O'ljalarni talon-taroj qilyapti va birinchi mana shu masala, ya'niki mo'g'ullarni endi mamlakatdan yoki ana shu mamlakatdan bo'lmasa-da Toshkentning shimoligacha bo'lsa surib chiqarib yuborish kelgan qo'shinni o'zini oldiga vazifa qilib qo'yapti va endilikda o'sha yuqorida aytganingizdek mana shu harbiy hiylani 166 kishilikdan ko'ra 30 kishi juda ajoyib bajarib bergan, chunki Malik Bahodir qo'shini 30 kishi shunday erkinlik bilan harakat qilib keladiki, raqib 30tasi shunday erkinlik bilan harakat qilib kelayotgan bo'lsa, demak uni ortida siz aytganingizdek juda katta bir harbiy kuch yoki mo'g'ul qo'shinlari ham yetib kelganligi ishonch komil bo'lgandan keyin chekinishni ular o'zlari uchun ma'qul ko'rishyapti va yuqorida aytilgandek Amir Musoni huzuriga ular borilyapti va mana ikkinchi jahon urushlarida haligi psixologik hujumlar qo'llanilgan. Birinchi jahon urushida bo'lganmi yo'qmi eslamayman. Ikkinchi jahon urushida haligi qo'shin qo'shiq aytib, to'g'ridan to'g'ri haligi ochiq jang maydonida qo'shiq aytib dushman ustiga borgan. Bu haligi psixologik hujum degan nom bilan qo'llaniladi. Demak, Temur o'sha vaqtda shu usulni qo'llagan ekanda, uni askarlari bemalol xuddi haligi jang uchun kelmayotgandek xotirjamlik bilan ochiqdan ochiq haligi dushmanni to'g'ri dushmanga qarab borishi, haligi oz sonli qo'shinni katta bir 3000 kishilik qo'shinni ustiga to'g'ri bostirib kelayotganligi dushmanni vahimaga soladi haqiqatan va ular qochishga qaror qiladi. Xo'p, endilikda yana bir mo'g'ullarni masalasini bartaraf etgandan keyin yana bir muammo yuzaga keldiki, bu o'sha Bahromshoh Jaloyirni bevosita O'g'riqni o'zboshimchalik bilan Amir Kayxusravni bu yerda Amir Temurning O'g'riqni olib Sayron tomonga ketayotganligi va O'g'riq Chimkentga yetganligi to'g'risida xabarlar yetib kelinyapti va shundan keyin Amir Temur ortiga ham chekinyapti va endilikda Amir Husayn 20 mingga yaqin kishilik qo'shin bilan o'zi shaxsan Toshkentga, ya'ni Sirdaryo bo'yiga qarab yetib kelayotganligi to'g'risida xabarlar tarqala boshlayapti va bu endi qish yaqinlashgan payti ham to'g'ri keladi. Ochiq jang bo'lmaydi bu yerda. O'sha manbalarda hattoki Timurning topshirig'iga ko'ra o'sha daryoni u qirg'og'idan turtib nafr tortiladi deyiladi. Tungi shovqinlar, vohma uyg'otish, chunki Amir Temur ham baribir bu jangga hali tayyor emas. Bu o'zida ham xavf bo'lishi mumkin-da. Shundan keyin meni o'ylashimcha Amir Husayn mana shunday u yerda ulkan qo'shin borligini his qilgan holatda balkim to'xtaydida va qishga yaqinlashayotganligi uchun ham balkim ortiga chekingan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shu haqida ustoz. Endi shu yerda haqiqatan ham aytib o'tish kerak. Xo'p, 20 ming kishilik qo'shin bilan keladi, lekin daryodan kechib o'tish uchun 10 ming kishilik qo'shin jo'natadi. 10 ming kishilik qo'shin daryodan kechib o'tishga tayyorgarlik qilayotgan vaqtda albatta Temur ham bu yerda maxsus tayyorgarlik olib boradi. Temurning endi askarlari ko'p emasdi, boya aytdik, shu 500-600 atrofida askari bor edi. Endi bu yerdagi asosiy Temurni ko'zlagan ish shu bo'ladiki, Barsin degan joyda maxsus tayyorgarlik qiladi, chunki 10 ming kishilik Husaynni saralangan qo'shni shu Barsindan kechib o'tmoqchi edi. Haqiqatan ham Temur o'zini askarlarini guzar bo'ylab, ya'ni kechuv bo'ylab joylashtiradi. Askarlarga berilgan topshiriq dushman kechuvga kirib kelishi bilan ularni kamondan o'qqa tutish edi. Chunki ularni kamondan o'qqa tutish orqali ularni daryodan kechib o'tishga yo'l qo'ymaslik. Chunki daryodan kechib o'tayotgan askar o'zini himoya qila olmaydi. U suv bilan kurashadi, lekin o'zini yog'ilayotgan o'q yomg'irdan himoya qila olmaydi-da. Hamda u aytaylikki, bunda katta muammoga duch kelishi mumkin. Chunki daryodan odatda ot bilan kechib o'tiladi. Ot ham yaxshi suzadi. Bu endi hamda ular aytaylikki, kamon o'qlariga bemalol nishon bo'lishi mumkin. Va bir ajib tomoni shuki, dushman mana shu kamon o'qlaridan qutulish uchun bo'lsa kerak, kechqurun daryodan kechib o'tmoqchi bo'ladi. Va o'sha tunning, o'sha qorong'u tunda Temur endi kamon o'qlari
mashalalardan foydalangan holda o'q uzilyapti, kamon o'qlari ma'lum darajada zarar yetkazyapti dushmanga. Mana shu paytda tun qorong'usida o'sha boya nafr chaldilar deyilyapti. O'sha demak Karnay Sundaylar bilan o'ta demak aytaylikki katta lashkar turgandek musiqa chalinishi, hamma joyini Karnay Sunday sadolarini bosib ketishi, bu jang o'sha albatta endi jang musiqalari chalingan. Bosib ketishi dushman qo'shinida shubhasiz vahima uyg'otgan va dushman o'sha kecha shu yerda qolmasdan daryodan, demak oldingi qismlari daryodan kechib o'tishga harakat qilgan bo'lsa, qolgan qismlari orqaga qaytib ortga qaytadi. Mana shu yerda mana manbalarda ham aytib o'tiladi. Haligi mana sipoh bo'ldi barcha shirin hijil, ya'ni sipoh qo'shinni ko'nglidagi vahima tark etmasdan ular qaytishga qaror qiladi. Endi bu yerda yana bir ta'sir qilgan narsa, xo'p, Amudaryodan kechib o'tsa, Sirdaryodan kechib o'tsa nima bo'ladi? Mana shu narsaga e'tibor qilib, to'g'ri manbada yozyapti. Temur shunaqangi bir kuchli aytaylikki taktika qo'llayaptiki, kamon mana aytyapmiz, kamondan o'q uzib, musiqa sadolari bilan dushmanni qo'rqitib qaytarib yuboryapti. Xo'p, qaytarmaganda nima bo'lardi degan savol. Aslida Husaynni qaytib ketishining sababi Bahrom bilan to'qnashmasdi. Chunki daryoni tomondagi yerlar Bahromga qarashli. Bahromni qo'lida 7000 mo'g'ul askari turibdi, o'zining askarlari turibdi. Husaynni daryodan kechib o'tishi Bahrom, Temur, Kayxisravni birlashishiga olib kelib qo'yadi. Shuning uchun ham menimcha aynan mana shundan cho'chigan Amir Husayn o'z askarlarini daryo bo'yigacha borib, Temurni qo'lga tushira olmagandan keyin daryodan o'tmasdan ortga qaytishni buyurgan bo'lishi mumkin. Chunki faqatgina endi haligi musiqa savdolaridan haligi gumbir-gumbirdan qo'shib dushman ko'p ekan bu yerda deb qaytganligiga baribir ishonish qiyin. Va rejasi endi albatta Amir Temurni o'zini bevosita xizmatiga qaytarib olish. Bu uchun biroz muddat vaqt kerak bo'lishi kerak edi va mana shu Toshkentdan endi Amir Temur ishlayapti, Amir Kayxisrav o'tirorda, Sayram tomonda Bahrom Jaloir va o'zi endi Solisaroyga qaytib, o'zi uchun xavfsiz deb doimiy hisoblaydigan makoniga qaytib, endi qishlayapti va qishda shunday reja ishlab chiqildiki, ya'ni xo'jandlik va toshkentlik o'sha ulamolarga murojaat qilyaptiki, ya'ni mazmunida Movarannahrliklar bilan Movarannahrliklar urushmasin, shuni bir yechimini diplomatik yo'l bilan topaylik va bularda bu masalada sizlarning albatta yordamingiz, ya'ni Temurni huzuriga kirib bu masalani ular tushuntirishlarini Amir Husayn tomonidan shu maslahat ko'rilyapti va albatta bu masala Amir Temurga murojaat ham etilyapti. Hattoki adashmasam, endi bu kimlargadir qiziq bo'ladi, tinglovchilarimiz yo'q, Temurni tushiga ham kirgan. Mana shu hali tushida Xo'jand suvida deyiladi, o'sha Sirdaryo bo'yida turgan bir mahalda yog'ochni ustida o'zi bevosita madad so'rayotgani Alloh taolodan va suvdan bo'lajak raqiblarga qarshi ham najot tilayotganligi, umuman haligi bu tushni ta'birini shunday qilishimiz mumkinki, Timurni o'zi murakkab ahvolga tushib qolganligi to'g'risida tushni ta'birida ham menimcha ayon bo'la boshlayapti-da. Va mana shu undan oldingi Timurga murojaat qilingan taklifni endi Amir Temurni o'zi ham haligi tushi bor bu yoqda turibdi, bu yoqda o'ziga rasman taklif kelib turibdi. Endi o'ylab chiqish masalasini ustoz ko'rib chiqyapti albatta. Shu yerda asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa bu birinchi planda turgan narsa boshqa narsada. Bu Oqbug'a bilan Saribug'ani Mo'g'ulistonga yuborilganligi. Temur mana o'sha Sirdaryo Amir Husayn qo'shinlari Sirdaryo bo'yidan qaytib ketgandan keyin Toshkentda qishlashdan avval Saribug'a bilan Oqbug'ani demak Mo'g'ulistonga yuboryapti. Avvalo aytaylik, nima uchun Saribug'a bilan Oqbug'ani yuboryapti? Saribug'a bilan Oqbug'a bular Qipchoqlar. Bular ko'proq Toshkent, Turkiston, Sayram atroflarida katta ta'sirga ega bo'lgan amirlar. Lekin hamda o'z-o'zidan demak Mo'g'uliston bilan ham aloqador amirlarda. Bular Oqo'rda bilan ham aloqador, Mo'g'uliston bilan ham aloqador bo'lgan amirlar. Bular demak shu ikkalasini yuboryaptiki,
ularni o'sha yerda tanish bilishlari bor. Ha, borasan, o'sha mo'g'ullar bilan so'zlashasan va menga imkon qadar o'shalardan yordam olib kelasan degan fikrni. Va bularni o'sha tomonga, demak, Amir Temurning Mo'g'ulistonga yordam so'rab ikkita yirik bekni jo'natganligi albatta Amir Husaynga ham yetib boryapti. Demak, Amir Husayn ko'z oldida shunday taassurot paydo bo'lyapti. Mo'g'ul xonlari, Mo'g'ul qo'shinlari Amir Temurga yordam berib kelsa, ertaga Bahrom Jalloir ham ularga qo'shilib kelsa, Kayxisra, Bahrom Jalloir, Temur va uning ortidagi Mo'g'ul beklari kelsa, ularga qarshi men qarshi tura olamanmi degan savol paydo bo'lyapti. Demak, yo'q. Ularga qarshi. Demak, ular mana shu tuzilishi mumkin bo'lgan ittifoqdan boya siz aytganingizdek Temurni sug'urib olish kerak. Buning uchun Temur bilan sulh tuzish kerak. Temur ham mana shu sulhga rozi bo'lyapti. Lekin boya aytgan tushingizni boshqacha tushunyapman men. Ya'ni Temur tush ko'ryapti. Tushida u Sirdaryoni o'rtasida emish bir yog'ochni ustida. Bir yog'och daryo to'lqinlarida borib kelib, bir daryo to'lqinlarida bir yog'och o'ynab suzib boryapti. Shuni ustida zo'rg'a Temur o'tiribdi. Va o'zini halokatga yaqin ekanligini ko'ryapti. Allohdan madad so'rayapti va Allohning qudrati bilan to'lqin Temurni qirg'oqqa chiqarib tashladi. Daryoni qirg'og'ida keyin o'zini daryoning qirg'og'ida ko'rib qoldi. Va keyin o'zini Samarqandda ko'rdi. Ya'ni uzuliq tush ko'ryapti. Va Temur o'ylayaptiki, daryonidagi suvni, toshqinni yordamga kelayotgan mo'g'ullar deb o'ylayapti. Va bu yordamga kelayotgan mo'g'ullar daryo hamma yoqni suv bosib, hamma yoqqa halokat olib kelyapti-da. Temurni o'zini ham qirg'oqqa uloqtirib tashlayapti. Temur shu o'ziga yordamga kelayotganlarning ichida suza olmayapti. Shunday sharoitda Temur bu yordamdan voz kechishga qaror qilyapti. Mana bu tarixiy manbada yozilishicha. Lekin aslida yordam kelmagan. Agar yordam kelganda bu manbalarda yozilgan bo'lardi. Ikkinchidan, oq bug'a bilan qora bug'a kelyapti va katta yordam haqida xabar olib kelyapti. Ular xabar olib kelyapti, xolos. Balki yetib ham borish. Balki bu xabar yolg'ondir. Amir Husaynni sulh tuzish uchun, majbur qilish uchun Temur tomonidan mana shu yolg'on xabar tarqatilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki muzokaralar bo'lyapti va mo'g'ullardan yordam yo'q. Lekin har holda mana shu qishda Temur tomonidan olib borilgan diplomatik sa'y-harakatlar o'z natijasini berdi. Birinchisi, u Mo'g'ul amirlari bilan aloqa o'rnatish orqali Amir Husaynni ko'ngliga g'ulg'ula sola oldi. Menga mo'g'ullar yordam berishi mumkin deb ishontira oldi. Xo'p, ikkinchidan esa matndagi voqealar mazmuni shuni ko'rsatyaptiki, Temur ham shu Toshkent, Xo'janddagi olim va ulamolarni sulh tuzish to'g'risidagi takliflarga moyil bo'lgan. U ham, demak, uni o'zi ham shu takliflarni qo'llayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ulamolarni o'rtaga solib, sizlarni kafilliklaringda sulh tuzaylik deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Har holda Amir Temur demak Mo'g'ulistondan yordam olmaydi yoki manbalarda aytilishicha bo'yicha berilishi mumkin bo'lgan yordamdan voz kechadi va sulh tuzishga rozi bo'ladi. Lekin sulh birdaniga orqaga tortila boshlaydi. Ya'ni sulh uchun shoshilgan Amir Husayn endi sulhga shoshilmay qo'yadi. Aksincha Temur sulh tuzishga shoshilib, o'z hayotini xavfga solib bo'lsa-da Mo'g'ul-Nahrga qaytadi. O'sha Mo'g'ul-Nahrga qaytish jarayonida birinchi albatta o'sha Samarqandga endi yetib kelinyapti. Chunki bu yerda Amir Musoni o'sha nazorat ostida hali hamon uni odamlari Amir Husayn boshchiligida qo'shin bu yerda turibdi va qizig'i haqiqatda mana sizni fikringizga qo'shilsak, ustoz, bu juda ajoyib fikr bildiryapsiz. Shaharni tashqarisiga yetib kelishidan xabar yetyaptiki, Amir Husayn vafot etdi. Bu xabarni chiqarish orqali Amir Husayn tarafdorlari nimani reja qilyapti? Misol uchun, balkim ular Amir Temurni shu kirib kelishini istayapti, qo'lga olish rejasi tuzilyaptimi? Rostdan ham vafot etgan Amir Temur shaxsi o'zi bilish uchun har holda qarindoshi, balkim kirib kelishi ham mumkin. O'zi Amir Temur albatta bu masalada hushyor tortyapti.
Shu nuqtai nazardan endilikda biroz shaharni tashqarisida vaziyatni kuzatyapti. Bu masalalarni haqiqatdan ro'y beryaptimi yoki yo'qmi? Balki unga Samarqandda kutilayotgan qopqondan u ham menimcha xabardor bo'lyaptiki, shaharning ichiga o'zi kirmasdan to'xtayapti va bu masalalarni aniqlashtiryapti. Yana hali hamon bir qismi bu yerda Samarqandni uni kutib turyapti, bir guruh qo'lga olishni rejalashtirilgan bo'lsa, ikkinchi guruh bu shu Kesh va Samarqand yo'li oralig'ida Amir Muso boshchiligida qo'yilgan guruhlar yana turibdi. Shuning uchun ham adashmasa Amir Temur o'zini odamini uni huzuriga jo'natgan edi Amir Husaynni. Payshanba otlig'ida adashmasa mana shu insonni kutib turibdi uni kelishini, u yerdagi vaziyatni bilishni va rejalarni endi o'rganib chiqyapti-da, Amir Husaynni vafot etmaganligi haqidagi menimcha xabarni tasdig'ini topgandan so'ng Samarqandga kirmayapti-da, o'zi bilan yuzlashish uchun darhol keta boshlayapti. Va navbatdagi muammolar albatta Amir Muso bu unga maktub jo'natyapti. Amir Musoga biz faqatgina Amir Husayn bilan kelishish uchun haqiqatdan uni taklifini inobatga olib kelayotganligi o'rtasidagi xabar endilikda bo'lyapti va payshanba otliq shu joyda Amir Husaynni huzuriga yetib borib, haqiqatdan Amir Temurni sulhga tayyorgarligi masalasi bildirgandan so'ng ikki oradagi men o'ylaymanki, mana shu Amir Husayn va Amir Temurni balkim birlashishdan manfaatdor bo'lmagan Amir Husayn odamlari bo'lishi mumkinligidan Amir Husayn ham tushunyaptiki, o'zini bir odamini qo'shib beryapti. Mana shu ikkala insonni keltirgan ma'lumotlari, masalan, Amir Temurni bergan payshanba otliq bildiradigan ma'lumotlarni yoki Amir Husaynga keltiradigan ma'lumot shu ikki insonga ishonish to'g'risida menimcha kelishilinyapti. Va endilikda diplomatik munosabatlar yetib kelgunga qadar davom etyapti. Haqiqatan ham shu yerda boya mana hozir siz aytib o'tgan jarayonlardan ko'rinib turibdiki, Amir Temur sud tuzish uchun shoshilyapti. Hatto sud tuzish shoshilib o'zi mana Kayxusarofni ham tashladi-da, o'zini askarlari bilan Mo'g'ullarga kirib keldi. Mana boya aytdingiz, Samarqand yaqiniga keldi. Samarqandga kirgani cho'chidi. Samarqanddan aylanib o'tib Qashqadaryo vohasiga kirib keldi. Bu yerda uni Qashqadaryo hududiga kelganini eshitgan, shu yerda turgan Musabek katta qo'shin bilan unga qarshi chiqdi. U bilan jang olib bormoqchi, lekin jang sodir bo'lmadi. Har holda Amir Musa demak ortga chekinishga qaror qildi. Temur yana demak shunday vaziyat bo'lyaptiki, Temur endi Amir Husayn tomonga bormoqchi, lekin albatta bu yerda katta miqdorda Musabek boshchiligida qo'shin turibdi va shu yerda boya aytganingizdek payshanba Amir Husayn bilan uchrashib qaytib kelyapti. Va u yoqdan Turonshoh degan Husaynning navkari ham kelib, Husaynbek sulhga rozi, siz xavotir olmang, Husaynbekning oldiga boring deyapti. Undan tashqari shu vaziyatda Husaynbek mana bu O'lchoyta apardini katta qo'shin bilan Amir Temurning huzuriga jo'natyaptiki, borib sulh tuzinglar. Musabekni ham o'ziga qo'shib olgin deyapti va Musabek bilan O'lchoyta apardi birlashib, demak Amir Husayn topshirig'i bilan Amir Temur tomoniga qarab yetib kelyapti va hozirgi Samarqand viloyati, Qashqadaryo viloyati hududlarida ikki tomon qo'shinlari sekin-asta to'planadi va mana shu yerda ba'zi bir masalalar ham bo'ladi. Nafaqat ular tomonidan, hatto Amir Temur tomonidan ham sulh tuzishdan norozi bo'lganlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ular aytadiki, mana deydi, O'lchoyti bilan Musabek turibdi yonimizda deydi, bularni sulh tuzish bahonasida asir olib deydi, qo'shin tarqatib yuborsak deydi, keyin Husaynning qo'shini qolmaydi, uni bir zumda tormoq keltiramiz deydi. Lekin Amir Temur yo'q, men yigit kishiga aytadiki, o'sha haqiqatan ham biz sulhga so'z berdik. Bizning sulh haqidagi gapimizga ishonib ular bu yerga keldi. Demak, biz boshqa narsani o'ylamasligimiz kerak deb Amir Temur sulhga rozilik bildiradi. Ya'ni mana bu fitnaga aralashmaydi, fitnaga yo'l qo'ymaydi va nihoyat ikki tomon uchrashib sulh tuzishadi. Mana shu sulhga ko'ra haqiqatan ham keyinchalik Amir Temur bilan Amir Husayn o'rtasida mana shu Kumushkentda tuzilgan sulh Kumushkent sulhi nomi bilan tarixga kirdi va bu har holda so'nggi 2 yilni tinch o'tishiga olib keldi. Lekin shu yerda boya juda to'g'ri aytib o'tdingiz. Amir Temurning bu yerda ham o'sha o'ziga xos gapi bor.
erlik kishida ahni sindirmoq ravo yo'qdir. Hmm. Ahni sindirgan kishini er desa bo'lmas. Ya'ni Bo'lmaydi. erkak kishi o'z ahdini sindirmasligi kerak. Ahdini sindirgan kishini esa erkak deb bo'lmaydi deydi va o'sha Amir Husaynga sulhga va'da bergan holatda Amir Husaynning o'z huzuriga kelgan yirik amirlariga qasd qilmaydi va ularni bilan sulh tuzib, ularni o'z ortiga qaytarib yuboradi. O'zi ham demak keyinchalik Amir Husayn bilan uchrashadi. Umuman oladigan bo'lsak, 1366-yilning qishidan 67-yilga o'tar qishni Mohonda o'tkazgan Amir Temur 67-yildan boshlab Movarounnahrga o'tdi. Movarounnahrda demak dastlab G'uzorni, keyin Qarshini egalladi, keyin Navkat yaqinida Qorovnoslarni 5000 kishilik qo'shinni tormoq keltirdi. Undan keyin Keshni egalladi. Hisorga bormoqchi edi, rozi bo'lishmadi, Samarqandga qarab yurdi, lekin Samarqandda ishi yurmadi, shaharni egallay olmadi. Buni ustiga Amir Husayn janubdan kelib, mana bu Keshni qaytarib oldi. Temurni Keshga qo'yib ketgan darug'alardan birini demak Tormochiq Uyg'urni o'ldirdi. Natijada Temur o'zini Keshdan yig'ilgan askarligini tarqatib yuborib, 600 kishilik qo'shini bilan o'zi demak Xo'jand tomonga chekinishga majbur bo'ldi. Xo'jandga borgandan keyin unga qarshi kelayotgan demak Abul Musoning 20 ming kishilik qo'shinini oldinga qo'ygan ilg'orlarini bir kunda 3 ta jangda tormoq keldi. Demak qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Amir Muhammad Shoh boshchiligidagi 1000 kishilik qorovul qo'shinini 500 kishi bilan tong saharda Shabuxun urib tormoq keltirdi. Keyin kunning birinchi yarmida Amir Xirmon boshchiligidagi demak 1000 kishilik lashkarni 500 kishi bilan tormoq keltirdi. O'sha yerda biroz dam olib, kunning ikkinchi yarmida demak Malik boshchiligidagi 3000 kishilik demak Qorovnos qo'shinini ham tormoq keltirib, bir kunda 3 ta jangda g'alaba qozondi. Va shundan keyin yana demak Mo'g'ullar muammosini hal qilib Sirdaryo bo'yida bo'ldi. Amir Husayn yana qo'shin tortib keldi, lekin Sirdaryodan kechib o'tishga jur'at qilmasdan ortga qaytib ketdi. Buni natijasida 1367-yildan 68ga o'tar qishni Amir Temur Toshkentda o'tkazdi va 68-yilga o'tgandan keyin uni bahorida Amir Temur Amir Husayn bilan Kumushkentda sulh tuzdi. Umuman olganda biz mana shu qisqa bo'lgan davrni lekin juda batafsil keng mushohada qilishga harakat qildik. Albatta bu bo'yicha sizlarda savollar tug'ilgan bo'lsa, savollar bilan demak izohlarda murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek suhbatimiz haqida o'z fikrlaringizni ham izohlarda bildirib o'tsangiz xursand bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.